Nihoyat azizlar, Sirdaryoga ham yetib kelib oldik. Mana ishlarimizni boshladik. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Tomga pena quyishdan oldin tomni holatini qanaqa bo'lishi kerak deganlarga mana shu holatda bo'lishi kerak. Mana shu vassaq qoqilgan holatda bizga topshirasiz. Biz kelamiz, o'zimizni maxsus mana bunaqa materiallarimizni yozib, ustiga o'sha ishlatadigan xom ashyolarimizni polni zakotobga qo'yib olib, ruchnoy quyib beramiz. Har xil savollar bo'lyapti. Sizlar shlankada quyasizlarmi, qo'lda quyasizlarmi deyapti. Biz qo'lda quyamiz. Bizda pena beton emas, pena lomboz. Gipsdan quyiladigan pena lomboz. Azizlar, aloqaga chiqaverasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab xizmatdamiz. Hozirgi kunda Sirdaryo nima degan Xovos tumanidamiz. Keyingi obyektimiz, xudo xolasa 5-4 kundan keyin Samarqandga yo'l olamiz. Samarqand bo'ylab ham aloqaga chiqaverasizlar. Ishlaringizni kuttirmasdan ortiqcha yugursiz bitkazib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni qo'llab-quvvatlaganlarga rahmat, Alloh rozi bo'lsin.